O'rmonda to'ng'iz kelib sherga yakkama-yakka jang qilamiz debdi. Sher esa to'ng'izga aytibdiki, "Yo'q" debdi. "Men sen bilan jang qilsam, yengsam ham mening sha'nimga yomon gap bo'ladi. Yengsam, sen bilan jang qilsam o'zi avvalo kelib to'ng'iz bilan bas ketdi shu" deyshadi. Yengsam agar to'ng'iz bilan bas qilib, to'ng'izdan albatta sher yengadi deb gapirishadi. Yengilib qolsam bormi mabodo senga? Kelib to'ng'izga yengildi bu qanday sher deb gapirishadi. Men sen bilan bahs qilishni o'zimga ep ko'rmayman. Seni o'zimga teng ko'rmayman dedi sher deydi. Shunda to'ng'iz aytdiki, "Agar men bilan jang qilmasang, unda men odamlarga o'rmonda gap tarqataman. Sher men bilan jang qilishdan qo'rqdi, qochdi" deb. Shunda sher to'ng'izga aytdiki, "Mayli" debdi. "Sening harom qoningga mo'ylovimni botirgandan ko'ra tuhmatingga chidaganim bo'lsin. Bilganingda qil" deb javob berdi. O'zi bahs qonunlari bor. Ulamolar tomonidan bu narsa tartib qilingan. Bu narsa belgilab berilgan. Bahsda birinchi qoida tomonlar ilmiy maqomda barobar bo'lish kerak. Bir tomon olim, bir tomon nodon bo'lsa, qanday bahs bo'ladi? U masalabozlik bo'ladi. Odamlarning nazarini o'ziga qaratish uchun ilm o'rgansa, hammani o'ziga qaratib o'tirsa, unda adxalahullohu an-nara. Alloh uni do'zaxga tashlaydi deyaptilar, masalan.